Assalomu alaykum ukalarim. Qarshilarda mana Labo va Kia Bongo'ni obzorini qildik. Ko'rmaganlar bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, ko'rib olsanglar bo'ladi akalar. Akalarimiz bizani YouTube, Instagram tarmoqlarida kuzatib borar ekanlar va shu ishimizga havas qilib, Xudo xolasa akamizning ishlarini olib qoldik. Akamizga qaysi variant ma'qul bo'lganligini Xudo xolasa men aytib o'taman. Alkofulli akamizani pikarni shu sexlari bor ekan. Non mahsulotlari, shunga o'xshash mahsulotlar ishlab chiqarishar ekan. Tashqarisi alkofollik va ichkarisi hali noma'lum, yo faner yoki alkofon qo'yishimiz ham mumkin. Buni o'zlari aytar ekanlar keyin maslahatlashib va ikki yonida eshigi bo'ladi va orqasida eshiklari bo'ladi. Akalar bizlarni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa xalqimizga manfaatli bo'ladigan, ya'ni shu yuk mashinalarga tegishli bo'lgan videolarni Xudo xolasa chiqaramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning manzilimiz Toshkent viloyati Yangiyo'l shahar joylashgan. Ustaxona qidirib yurgan yaqin do'sti birodaringlar bo'lsa, ushbu videoni jo'natib qo'yinglar. Tanlovda adashmanglar. Xudo xolasa sifatli va tez muddatda ishlarni bitirib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.